Semiz navo sotilgan variantda. Oyog'i bilan sotildi. 50 so'mdan tarozga bergan yo'q egasi. 42600 so'mga sotilgan. Mana shu angusli. Chilidu 1600 so'mga savdo shu pochkash qatli. 50 so'mni живой besgan narx kerak deb yozamiz. Ustilaridagi vaqti zo'r chotki bo'lgan ekan. Baraka topsa olgandan sotganlar. Semiz navo sotilgan variantda 49 so'mdan sotilibdi, 520 kilo chiqqan. Chilini somoni tarozga savdo shdagi 520 kg degan. Shved. Vitamin nomol bozori, qisir bozor, g'unojin bozor, boqqilasgalar boqilaydiganlardan rolikni boshladi akalar. Bitta usti yopiq, ovoz baland, shavqin, sal pastroq eshitilishi mumkin. Shuni hisobga olib akalar, birolasizlar sizlarga mana dehqonlardan narx-navolarni aytib o'tamiz. Mana mana shu yerda ikkita qisir. Mana mashinasi. 16,5 ming so'm savdo qiladi mana shu ikkovini. Qisir sigir. Şonzali mazor so'ma har bir shu bozorni aqtiros. Mana bunisini 8,5 dan qilgan. Elasha 8 mazor so'ma bozorni aqtidik. Bularni qisirroq borib boqaydiganlar tushunadi. Bu tarafda yana bitta. Qancha qildi buni? Shashini 6000 6500 so'mga aqtigan. Mana. Kursalaring bo'laveradi. Aytaman bo'g'oz ekan. Bu g'unoji 3 oylik 9,5 dan qildi buni. Men bo'g'oz, semaha bo'g'oz 9500 bozorni aqtirasiz isha. Necha pul bo'libdi? 11,5. 11,5. 11500 so'm. Mana bunisini bozorni aqtigan. Baqi endi g'unojin bozor. Inesa yozda 1500 so'm bozorni aqtiragi. G'unojini farbi, chala farbi. Buni oy berasiz narx qiladi. Qancha ekan? Qancha oy aka? 11,000. 11,000 so'm. Yozda 1000 so'm. Maktabda sotilgandi. 11,000 so'mga bu sotilgan. Oqtepaga ketdi. Yozda 1000 so'mga hamina savdo shudagi. Amerikani 15,000 so'm savdo qilyapti dedi egasi. Bu bitta g'unojini bozor 15000 so'm narx beradi. Qancha narx bo'lyapti? To'g'ri, assalomu alaykum. 8,5. 8500 so'm narx qilishyapti ekan. 8500 so'm bozor narx kardos. Qancha chiqdi bu? Kaç pul yaptın o? 1200 so'mda 1200 so'm. Molkadan mol behtarin. Mol qilishgan keyin zo'r ekan. Stoygalari kelishgan e'tiborlari zo'r. Buni narxini aytdim, ikkita 21 ming narx qilyapti. Sizlarga ko'rsataymi? Mana shu ikkovi 21 ming so'm narx qiladi. Loq polvon. Mana mashinamiz. Ikkovi ham zo'r ekan. Mana shu savdo. 21,000 so'm har bir shu bozor narxidir. Qancha bo'ladi aka? 12,000 so'm buni narxiga. 12,000 so'm bozor narxi degan narsa. Aka bu qancha bo'ldi? 8,5. Bunisi 8,5 ming so'm. 8500 so'm inasha narxidagi bozor. G'unojin buni olib borib boqsa, dalchi zo'r. Boqmadan sal o'tgan. Bu qancha bo'ladi ekan? Qancha bo'ladi ekan? 9,5. 9,5 ming so'm. Bu aniq emas narxi. 9,5 ga arzonroq. Olingan narxini aytib o'rchaman. Qancha bo'ldi bu? Bunisi. Bu narxi noaniq. Qancha qildi aka buni? Hech savdo qildi? Ha, savdo qilgan yo'q. Bo'ldi galiba, savdo qilgan yo'q.
aytish qo'limada egasi. Ha, mayli, ketaveramiz, dalchi bilaveramiz. Qancha qildirdingiz bu bobini? 10.600. 10.600. Oqtepanikimi? 10.600 so'm. Oqtepa g'unojini. 10.300 so'm bozor narx kerak. Zo'r. Qancha bo'ladi? 9.000 bo'lyapti. Salom alaykum. Siz yaxshimisiz? 9.000 so'm bozor narxi bo'ladi ekan. Mana shu g'unojincha. 9.000 so'm bozor narxi kerak. G'unojin. Bu tarafda ham g'unojinlar bor, 1-2 ta ko'rsataylik sizlarga qancha bo'ladi ekan. Bu obini nech pul narx qilyapti? Qancha narx qilyapti? Bilmayman, 5.000 qancha qildi? 9.000 qancha qildi? 9.5 qilyapti. Ha, 9.5 ha. 9.5 atrofida bozor narx qilyapti ekan. Semizchi. Ba'da tug'ilgan ozdan kelib qolibdi bu. Polvon. Qancha chiqdi buni? 9.000. Buni 9.000 so'm narx qilishyapti ekan buni. 9.000 so'm hamina bozor narx kiradi. Ba'da yana bitta g'unoj. Qancha bo'ladi bu? 10.5. 10.500. Tamam, bosamiz aka sizga. 10.500 so'm. 10.500 so'm. Mana ayta narx bo'lyapti. Hali sotilgan yo'q. Ayta to'rtdan avozcha bor edi. 30.000 so'm narx qilyapti ekan ana shu turrovini. 7.5 dan haftaning bozor so'moni. Andaryak digar. Har cho'rsa 3000 so'm bozor narx kiradi. Bu qancha havo? Dalaga boshqa tashab qo'yishgan ekan zo'r ekan. Bo'layapti satanchasi. Aka nech pul narx qildi buni? 11.000. 11.000 so'm bunisini narx qiladi. Yozda 1000 so'm ham bu qancha bozor narx qiladi. Qancha qilyapsiz aka? 13.300. 13.300 so'm. Senzda 1080 so'm. Bag'i endi Navoz bozoriga o'tdi. Bag'ida endi boqilaydigan Navozdan narxi bo'ladi. Mana bu qancha savdo bo'ladi ekan qora? 15 o'tib beradi. 15 dan o'tib beraman deyapti egasi. Bu odam bundan pastroq so'rayapti. Zo'r. Qaysi biri savdo? Alon. Bunisi qarocha. Qancha? 12.200 so'm. Duvozda 1000 so'm. Mana shu savdo shu do'st. Zo'r, narxiga yarasha. Mana 12.200 so'm. Qancha bo'ladi? Qancha bu? Qancha savdo? Qancha? 700. Qancha? 16.700. 16.000 shikova. Duchi? Ikkita maydachani ko'rsataylik. 16.700 so'm. Ishda savdo bo'ladi. Shonzda 1700 so'm. Har bir savdo do'st. Bitta mayda qo'chova. Lekin sifati zo'r ekan. Bunisini 13.200 mi, 13.700 dedi egasi. Ana ikkovi savdo bo'ladi. Endi sahnaga chiqamiz. Sahnada nima gap? Mashina savdo? Qancha? Qaysi biri aka? Bunisi 1200 so'm. Mana buni savdo bo'ladi ekan. Ikkinchida turgan. 70 kunlik. Bular qancha o'tdi? Bular qancha o'tdi? 200 ga o'tdi. 200 ga o'tdi, yondagichi? Yondagi. Yondagi narxi qancha davlat? 13 deyapti-ku egasi. Suv chiqdimi? Suv chiqdimi? Bunaki 2000 so'm, unisi 200 ga unisi savdo bo'ladi. Nech pul narx qildi bu? Qancha narx qilishdi? 9.5. 9.5. 9500 so'm narx qildi. Avotchi. Qancha o'tib kelasiz aka? Salom alaykum. Bozor qancha qildi?
Bozor 21 ming. 21 ming ikkovini. Zo'r ekaniki. 21 ming so'm mana shu ikkitani bozor narxiga. Istiya qazor so'm bozor narxiga. Necha aka? 11300. Bunisini 11300 so'm. Yozda 1080 so'm. Yonidagi narxiga bo'ldi. Buni oldingizmi? Sotaman. Qancha qilyapti? 12 12. Ya shu xotina. 100 ga 12. Nega? Bu tarafda satiya sotiladi. Qancha oldingiz? Sakriyatda qo'lni bu odam tam siqib oldi. Qanchaga oldingiz Ravshan aka? Bu savdo bu odam bo'ylab olsin. Ha, o'ri endi savdomi? Qancha bitadi? Mana ardoram yo'q. Xaridor shuxda. Shuni odam suzadi. Ha, o'zingiz olib qo'yasiz. Masiyonga ham mollasiyonga. Mollar chonka qildi. Boqilaydigan oldi, shunaqa narxi bo'ladi. Qancha o'tdi? 15 ming. Ha, 15 ming atrofida sotilgan bular. Boqilaydigan oldi, shunaqa gaplar akalar. Qancha o'tdi?